Do'stlar, bugungi videoda DLSini mod qilsa bo'ladimi? Mod qilish imkonsiz, lekin Happy moddan DLC 19 tortib olib mod qilishingiz mumkin. Meni DLC 19 akkauntim bor. Sizlar bilan hozir bor qilamiz. Birinchi 19 DLC birga qitirish yozamiz. DLC deb yozsa xato. Dream Lego. Mana Dream Lego ilovasi. Hop. Internet qotishi mumkin, chunki bu moddan internet qotish tabiiy. Mana Kaveriya. Woke up today and didn't even know you. So cool, we're too young, but we're so in love. Hands underneath the table, tell my daddy you're the one. Mana bu akkaunt. What have we done? Fast cars, Ronaldo'ni qarang qanday kuchaygan. Shunchaki super. Endi men kuchaytirishda Neymardan boshlayapman. Neymar ham o'zi ajoyib kuchayapti. Videoyimizga talab beryapti. Bu yerda o'yinchilar bor. Xohlagan o'yinchingizni tanlab olishingiz mumkin. Bu yerda o'yinchilar juda ko'p, VIP bo'ladi. Mana bu yerda 16.777.216 tanga umuman ko'tarilmaydi ham, kamaymaydi. Va stadion o'zingiz ko'rib turgandek full max. Akkauntimda hammasini qilaman. Vartada Gianluigi Buffon, chap tarafda Marcelo, Van Dijk va Sergio Ramos. O'ngda Dani Alves, QDMda Casemiro, ikkita SMda Modric va Toni Kroos. Hujum chizig'i Neymar Junior, Cristiano Ronaldo, Leo Messi. Bu yerlarda boshidan sizlarga aytib chiqaman. Griezmann, Pique, Silva, Aguero. Griezmannda prime davri 19 da bo'lgan. Aytib o'taman. Eli Carvajal, Varane, Chiellini, Alaba, De Gea ham prime davri 19 da bo'lgan. Pepe, Courtois, De Bruyne, Salah, Benzema, Gareth Bale, Mbappe, Suarez, Hazard, Pogba, Ozil. Men akkauntimni sizlarga tanishtirib chiqdim. Keyingi safar ularni qanaqa tuzilishi, programmalari, o'ynalishlarini sizlarga o'rgataman. Prosta tak, like va podpisatsiya bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kuchukcha DLC Gamerga obuna bo'lib qo'ying.